Turkiya ko'chalarida ilib qo'yilgan g'alati avvalning shakldagi narsalarni ko'rganmisiz? Kimdir buni tayam deb o'ylashi mumkin, boshqalar esa hasharotdan himoya degan fikrga borishi mumkin. Lekin aslida bu Turkiyaning asrlar davomida tayyorlab kelingan qimmatbaho taomi. Bu osib qo'yilgan mahsulot Vialenia Gavadina. Turkiyada juda mashhur an'anaviy noz-ne'mat. Uning to'yingan ta'mi va uzoq muddat saqlanishi uni mahalliy aholi orasida sevimli qilgan. Uning shunday teppa-tekis, yappasiga yassi shaklga ega bo'lishi bejiz emas. Bu maxsus tayyorlash texnologiyasi natijasi. Avval gavadinaga bakteriyalarni yo'qotish va saqlash uchun ko'p miqdorda tuz sepiladi. Keyin u 10 soatdan ham ko'proq vaqtga maxsus press ostiga qo'yiladi. Maqsad iloji boricha barcha namlikni chiqarib tashlanadi. Namlik qancha kam bo'lsa, bakteriyalar shuncha kam rivojlanadi. Pressdan keyin go'shtga qalin, xushbo'y pasta surtiladi. Sarimsoq, qizil qalampir va turli ziravorlar aralashmasi. Bu qavat uning ta'mini kuchaytiradi va havodan himoya qiluvchi tabiiy broniya bo'lib xizmat qiladi. Turkiyaning qurg'oq iqlimi tufayli bunday gavadina oila muzlatgichsiz turishi mumkin. Eng qizig'i, vaqt o'tgan sayin uni ta'mi yanada boyiydi, yanada chuqurroq va yanada mazaliroq bo'ladi. Endi savol, siz bunday an'anaviy quritilgan go'shtni tatib ko'rganmisiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.